Mana gulimizni mana shunday qilib oldim. Cho'pak tirab qo'ydim va ro'molimni nimasini topib mana shunday qilib qo'ydim. Assalomu alaykum go'zallarim. Mana shu gulimni ko'paytirmoqchiman. Qiyshayib qolyapti, lekin juda ham qiyshayib qolyapti. Hozir buni ko'paytirishimiz uchun universal tuproqqa perlit aralashtirib oldim va ichiga ozgina mox solamiz. Mox nima uchun kerak, nima uchun solamiz? Men ko'pincha mox bilan zo'r ko'paytirilsa bo'lar ekan. Sizlarga ham shu narsalarni tavsiya etaman. Yaxshilab aralashtirib olib, qo'rqmay shunday qilib qiling. Bir necha marta shunday qilib ko'paytirdim. Ko'p nimalarni sinab ko'rganman. Yaxshilab aralashtirib oldik. Gulim qiyshayib qolyapti. Hozir cho'pagini ham qo'yaman. Bu ishlatilgan bo'lsa ham mayli. Mana bunday qilib tagini teshib olamiz. Yaxshilab ko'rsatyapsam, mana bunday tagini teshib olamiz. Mana bunday qilib kesamiz bu yerda. Kebab mana bu yerda teshamiz. Buni nima uchun shunday qilib ko'paytiraman doim? Chunki suvga solganimda iritib qo'yaman doim. Bitta, ikkita, uchta, bitta, ikkita, uchta baliq qoldirib, mana shu yerdan ko'paytirishni boshlayman. Mana shu yerga qo'yaman. Mana shu yerga qo'yib olib, keyin mana bu yerda aylantirib hozir bog'lab olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Oldin karamel surtish esimdan chiqib ketdi. Menda 2 xili bor. Buni bilmadim, balkim 2 xil firmanikidir, lekin ikkovi ham bir xil narsani, bitta narsani bajarishadi. Yaxshilab surtib olamiz. Mana bunday qilib yaxshilab surtib oldim. O'zi bunga surtishimiz shart emas, chunki vazdushniy tomirlari bor. Ko'rib turganlaringizdek. Bismillahirrohmanirrohim. Allohga tavakkal qilib shuni qilib olamiz. O'zim ko'rinib qolmadimmi? Mana shunday qilib, manaki. Endi yopamiz. Nam ushlab turasiz, xudo xolasa. Tez kunda bariga otib chiqaradi. Bosib qo'yasiz. Qo'rqmang, hech narsa qilmaydi. Agar mana shu yerda nimangiz bo'lsa, strechingiz bo'lsa, strech qo'ying. Oddiygina paket bilan ham bog'lab olsangiz bo'ladi. Nima bilan bo'lsa ham bog'lab olsangiz bo'ladi. Mana shunday qilib ko'paytiraman. Men suvga buni nima uchun ko'pincha shunday qilaman? Suvga chiritib qo'yaman gullarni. Xohlasangiz mana bu yerda biror narsa bilan yopishtirib qo'ying. Istasangiz ip bilan, igna bilan bunday qilib tikib qo'ysangiz ham bo'ladi yoki bir narsani yopishtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Nima qilsangiz ham o'zingizda bor narsa, uyingizda bor narsani qilasiz. Mana shunday qilib tiqib oldim. Suv berib, hozir suv bermayman. Ertaga suv beraman. Hozir chunki namligi bor buni. Mana bunday qilib yaxshilab tiqib olib. Yitarak gulini ham xuddi shunday ko'paytirib olganman. Allohga tavakkal qilib gullarni ko'paytiramiz. Allohga tavakkal qilib gullarni ekamiz. Faqat sababchisi bizmiz. Bugungi videolarim shulardan iborat. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr deb qolaman.